Rezultat qilishingizda xalaqit berayotgan siz qiladigan top 5 ta xatolar. Birinchi xato: aniq trenirovka programmangiz yo'qligi, agar bo'lsa ham uni to'xtovsiz almashtirishingiz. Trenirovka programma tanlab olib, hech bo'lmaganda 2-3 oy o'sha programmaga amal qiling. Qancha ko'p trenirovka qilsam, shuncha tez muskulim o'sadi deb o'ylasangiz, adashasiz. Aniq trenirovka programmangiz bo'lishi shart. Ikkinchi xato: faqat yoqtirgan muskulga ishlash. Biceps bu zo'r. Agar faqat uni shug'ullantiradigan bo'lsangiz, chiroyli tana qurish haqida o'ylamasangiz ham bo'laveradi. Har bitta muskulga alohida mehr berib ishlang va bular zaldagi muvaffaqiyatingizga poydevor bo'lib beradi. Uchinchi xato bu ego lifting. Agar ko'tarayotgan vesingizni to'g'ri texnika bilan ko'tarolmasangiz, siz qahramon emas, balki doktor travmatologni bemorisiz. Beshinchi xato: sizga mos bo'lmagan mashqni tanlashingiz. Zalda kimdir g'aroyib mashq qilayotgan bo'lsa, siz uni ko'rib olib, sirazu takrorlashingiz kerak degani emas. Maslahatim, bazaviy mashqlardan boshlang va ko'tarayotgan og'irliklaringizda vaznni oshirib boring. Agar ikkinchi qism chiqishni xohlasangiz, kommentariyaga gaz deb yozib qo'ying.